yengil. Bejizga zaxirada olib qolinmadi, chunki muhim o'yinchi Hojiakbar jarohati bo'lmasa albatta tushadi, lekin qaydnomaga kiritilgan, majbur bo'lsa tushadi. Hozir esa Paxtakorning hujumi. Sergeyev zarba berdi, darvozabon ushlab oldi. To'pni boy berdi. Bu to'pga ulgurish qiyin. Yetdi Paxtakor vakili bu to'pga. Mana bu to'pga. Unga ham yetib borishdi. Zarba ham yo'lladi, igir zarba ancha noaniq. Lekin bu xavfli. Boyagi zarbaga nisbatan hozir Sergeyevning bu zarbasi anchagina xavfli ko'rinish oldi. Kuchli tarzda darvoza tomon yo'naltirdi. Baribir Dinamoda asosiy himoyachilarning yo'qligi sezila boshladi. Lekin baribir o'z oldiga yaxshi maqsad qo'ygan. Shunda ham baribir tajribali futbolchini ham o'z o'yin uslubi bo'ladi. Abdullayevdan uzatma, yo'q, bu Hamraliyev yaxshi zarba yo'llandi, darvozabon ushlab oldi. Yaqin masofadan darvoza tomon zarba berildi. Dostonning nuqtasi bu to'g'ridan-to'g'ri darvozaga tepadi hozir. Ha, xuddi shunday darvozaga tepdi, Yagodin ushlab oldi. Muhammadjonov, Muhammad Rasul, Abdumajidovlar bor. Time tugadi. Men aytib o'tgan zaxira o'yinchilari ikkinchi taymda maydonga tushishi mumkin va albatta murabbiylar menimcha o'zgarishlarni ko'proq qiladi. Birinchi taym tugadi, 0-0 tanaffus. Qanday o'ynashni biladi. Raqib gol ursa Dinamo ham ura oladi. Stanoyevich to'p yonida. Marko Stanoyevichning zarbasini darvozabon juda katta qiyinchilik bilan qaytardi. Qanday muammo tug'dirmagandi o'sha darvozaga to'g'ri borgan zarbalar. Mana bu esa chinakamiga xavfli zarba bo'ldi. Mas'ud Xo'ja, Aloxo'jayev, 22 Ulug'bek Abdullayev, Ratinho, Francisco Ferrera 7-raqam ostida o'ynamoqda. 8 Sanjar Qodirqulov, Anvar Hojimirzayev. Hozir esa Dinamoning hujumi xavfli. 88 Marko Stanoyevich, 9-Mirjahon Rahmatov, Richard aytdim 16 va hozir hujumda ishtirok etgan o'yinchi 37 Firdavs Abdurahmonov. Va Paxtakor gol urdi do'stlar. Bu yerda bitta ajoyib hujum va chiroyli nuqta qo'yapti ular. Jonathan Luka qanotdan to'p oshirildi va boshi bilan to'pni darvozaga joyladi. Hisob ochildi. Bu yerda jarima maydonchasi markazida Jonathan Luka Doston Hamdamovning uzatmasiga tayyor turgan ekan va bu yerda himoyachi rolida Ulug'bek Abdullayev xatoga yo'l qo'yyapti. Var ko'ryapti, nimagadir. Ko'ramiz nima bo'ldi. O'yindan tashqari holat bor menimcha. Offside. Bu gol inobatga olinmadi. Buni qo'shdim emas, bizning Paxtakorda iqtidorlar juda ko'p. Zo'r o'yinchilar, mahorati katta, tajribasi ulkan o'yinchilar bor. Endi menimcha nafaqat Paxtakor boshqa o'yinchilar bilan ham tanishyapti. Hozir Dinamoning hujumi! Gol! Anvar Hojimirzayev gol urdi. Toshkentda Paxtakor darvozasiga. Ha do'stlar, Hojimirzayev har doim katta sahnaga chiqib keladi. Jim yuradi, jarima maydonchasida bu odatini tashlaydi. Mana, endi nima? E'tibor bering, yuqoridan to'p boshirib berildi, himoyachilar qaytardi, o'yindan tashqari holat yo'qmi? Qarash kerak bu yerda ham. Mana bu yerda to'p boshirildi. Mana bunisida Richardga bu toza gol. Himoyachidan to'p bordi. Muhammad Qodir Hamraliyevga to'p tegib, yo'nalishini o'zgartirdi. Abdullayev hozir pas berib yubordi kutilmaganda. Mana Hojimirzayev to'pni shu tarzda darvozaga tushirib qo'yyapti. Doston ketdi. Flamarion tepdi. Darvozaga borayotgan to'pni himoyachi qaytardi. Mana bu zarba xavfli, noaniqroq. Bu o'ziga xos to'qnashuv. Sababi hozir Paxtakorning hujumi yaxshi imkoniyat, zarba rikoshet noaniq.
Burchak zarbasi. Paxtakorda ham burchak zarbalari sekin-asta ko'paya boshladi. Keskin o'ynaydigan vaziyat emasdi, himoyachilar soni ko'p edi. Menimcha Dinamo o'yinchisi ham bunaqa qiyin kechayotgan o'yinda har taraflama o'ylaydi. Istat Halilov oxirigacha kurashdi, natijada to'p oqlarda qoldi. Mana bu zarba! Xavfli! Oho! Jonathan Lewis ajoyib o'ynadi. Hojiakbar Alijonov yiqilgan joyini ko'ring. Bu epizodga aldanmang. O'sha paytda penalti bor deb darvozabon ham hakamga o'qtiryapti. Ko'raylikchi? Yo'q, to'pga o'ynalgan. Payti birashga ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Hozir bu yerda yangilangan. Biz ham sahifani yangilaymiz. Qarshi hujum. Hoji Mirzayev pas berdi. Qoyil. Zo'r pas Hoji Mirzayev deyarli 100% yo'q. Endi himoyachi keldi. U qaytib oldi, pas berdi. Hali ham hujumda Dinamo Istat Halilovning zarbasini himoyachi qaytardi. Bu yerda har xil fikrlar bildirishimiz mumkin. Jar stadionda o'yin o'tayotganligi uchun yodimga tushib qoldi. Surakoziyevga oshirildi to'p. Yo'q, bu yerda Flamarion kelib bosh bilan zarba berib, noaniq ketdi. 95-daqiqa do'stlar. Bu ham o'ziga xos bahs. O'zbek futbolining ham an'analari bor deb gap boshladim. Keyin voqealar keskinlashib ketdi. Ikkinchi taym juda hujumkor o'yin. Xatolar bor, jamoalarda ko'rinib turibdi, lekin Dinamo muhim o'yinda yutib ketyapti. Paxtakor uyda boy beryapti.